Inson suyagi bir xil vazndagi po'lat blokdan 5 barobar kuchliroq. Bu sizning ichki muhandislik mo'jizangiz. Siz hozirgidan ko'ra ko'proq suyak bilan tug'ilgansiz. Chaqaloqlarda 300 ga yaqin suyak bo'ladi. Ammo ulg'aygan sari bu suyaklarning bir qismi o'zaro birlashib ketadi va kattalarda atigi 206 ta suyak qoladi. Siz tom ma'noda vaqt o'tishi bilan yaxlitlanib borasiz. Ko'pchilik suyaklarni quruq va jonsiz narsa deb o'ylaydi. Aslida esa suyaklaringiz tinimsiz ishlaydigan fabrikadir. Har soniyada suyak iligi siz uchun 2 milliondan ortiq yangi qizil qon hujayralarini ishlab chiqaradi. Bundan tashqari, suyaklaringiz har 10 yilda bir marta to'liq yangilanadi. Ha, sizdagi hozirgi skelet bundan 10 yil oldingisi emas. Skeletimizning eng yirik suyagi son suyagi bo'lib, u bo'yingizning chorak qismini tashkil qiladi va uni sindirish deyarli imkonsiz. Ammo eng kichik suyak qayerda? U qulog'ingizning chuqur qismida joylashgan uzangi suyagidir. Uning hajmi bor yo'g'i bir dona guruch donasidek keladi. Siz hozir meni eshitmagan bo'lardingiz. Sizning oyoq kaftingiz haqiqiy muhandislik durdonasi. Tanangizdagi barcha suyaklarning 4dan 1 qismi aynan oyoq kaftlarida joylashgan. Har bir qadamingizda 26 ta suyak va o'nlab bo'g'imlar bir vaqtda murakkab mexanizm kabi ishga tushadi. Suyaklaringiz shunchaki karkas emas. Ular sizning hayotingizni saqlab turuvchi tirik qalqondir. Siz har kuni bosib o'tayotgan masofalar va ko'tarayotgan yuklaringiz ortida mana shunday buyuk arxitektura yashiringan. O'zingizni qadrlang, chunki ichingizda haqiqiy mo'jiza yashamoqda.